Əxlaqni ölçəydigan ümumi prinsiplar. Güzel əxlaq bilan nachar əxlaqni ölçəydigan ümumi prinsip 3 bo'lib, ular tövəndikcə. Birinci prinsip. İnsanni başqalardakı bilim qabiliyət, əxlaq fəzilət, baylıq, təlay qatarlıq qandaqlı bir artuqçılıqni, gerçi özünün ziyniği bolğan təqdirdimi, e'tirof qilishqa o'zligidan ittirgan har qandaq bir kuch güzel əxlaq turtkilaridan sanaladi. Bu prinsipning aksi bo'lsa, rezil əxlaq turlaridan sanaladi. İnsanni boshqalardagi bilim qobiliyat, əxlaq fazilat, boylik, ta'lay qatorliq qandaqli bir ortiqchilikni shaxsiyatchilik, ko'ralmaslik, ishchi torliq qatorliq nafs xohish sababli e'tirof qilmaslik qitirgan har qandaq bir kuch nachar əxlaq turtkilaridan sanaladi. İkinci prinsip. İnsanni ustidagi haq-huquqlarni to'liq ado qilishga yoki o'zining bilimi, kuchi, pul mili, jamiyatdagi o'rni bilan boshqalarga manfaat yetkazishga o'zligidan ittirgan har qandaq bir kuch go'zal axloq turtkilaridan sanaladi. Bu prinsipning aksi rezil axloq turtkilaridan sanaladi. İnsanni boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilishga yoki o'zidan hech qanday bir chiqim yoki kuch talab qilmaydigan ishlardimi boshqalarga manfaat yetkazishdan yoki ixtiyoriy va biror manfaat ko'zlamagan holda birovni ziyondan qutuldirib qo'yishdan voz kechishga ittirgan har qanday bir kuch nachar axloq turtkilaridan sanaladi. Uchinchi prinsip. İnsanni boshqalarning qo'llaridagisiga ko'z qizatmasdan, Allah Taalaning taqsimotiga qarshi chiqmasdan, o'ziga berilganlarga qanoatlanib, uning rozilik bildirishga o'zligidan ittirgan har qanday bir kuch go'zal axloq turtkilaridan sanaladi. Bu prinsipning aksi rezil axloq turtkilaridan sanaladi. İnsanni boshqalarning ega bo'lganlariga ko'z qizartish, ko'ralmaslik orqali Allah Taalaning taqsimotiga qarshi chiqishga ittirgan har qanday bir kuch nachar axloq turtkilaridan sanaladi. Axloq bilan adabning farqi. Axloq insonning ichki dunyosida mustahkam o'rin olgan ichki tuzalma bo'lib, uningdan sodir bo'lgan ishlar hech qanday takalluf yoki tayyorlik talab qilmasdan, hatto o'ylashga hojat bo'lmasdanla tabiiy holda chiqadi. İnsonning ichki dunyosidan sodir bo'lgan ishlardan aql va dinning talabiga uyg'un bo'lib, yaxshi va chiroyli sanalganlari go'zal axloq, aksicha bo'lgani nachar axloq deb ataldi. Ammo adab insonni esil xislatlar va yaxshi amallar bilan bezab, uni go'zallashtiradigan narsa bo'lib, insonning ish harakatini tizginlash orqali uni turli xatoliklarga va yomonliklarga tushib qolishdan qo'g'dash roliga ega. Xalqimizmi el jamoatining nazarida ayib-nishga sabab bo'lgan nashoyon ishlarni qilishdan o'zini saqlagan kishini adablik odam degandek, jamoatning nafratini qo'zg'ab qo'yadigan ishlarni qilgan kishini adabsiz odam deydi. Xulos qilganda axloq bilan adabning farqini tövəndikidek ayirish mumkin. Birinchi. Adab asosan ta'lim-tarbiya va nafsini yaxshi ishlarga chiniqtirish bilan hosil bo'ladigan narsa. Ammo axloq ko'pincha insonning ichki dunyosidan keladigan tarbiya bilan o'zgaradigan narsa. Ikkinchi. Ta'lim-tarbiyaning adabni yetishtirishdagi ta'siri axloqni yetishtirishga nisbatan kuchli bo'ladi. Uchinchi. Adab qartilgan taraflari e'tibor bilan har xil shaklda amalga oshadi. Ammo esil axloq hamma joyda va har qanday kishiga bir xil bo'lishni taqozo qiladi. Masalan, ota-onaga muomala qilishdagi adab bo'lsa, bolalarga muomala qilishdagi adabga o'xshamagandek, ustozlarga muomala qilishdagi adabmi saboqdoshlarga muomala qilishdagi adabga o'xshamaydi.
Chunki hammasining ayrim o'rni bor. Ammo go'zal axloq hamma kishiga va hamma joyda bir xil bo'lish talab qilindi. Masalan, ishni qitirqinib qilish, kamtar, rostchil, vafodor, mehr-shafqatlik, sehiy mard bo'lish qatorliq ishlar mayli ota-ona bo'lsin, mayli bolalarga bo'lsin, mayli ustozlarga bo'lsin, mayli savoddoshlarga bo'lsin, mayli boshqa har qanday bir insonga bo'lsin, hamisha bir xil bo'lishni talab qildi. 4. Adab ko'p hollarda insonning ichki dunyosini ichib bera olmaydi. Chunki qandaqla bir jamiyatda yashagan odam shu jamiyatdagi kishilarning ayblashiga uchrab qolishdan qo'rqqanlikdan bo'lsa-mu, shu jamiyat xalqining adab va qoidalaridan chetnab ketishni xohlamaydi-da, chin ko'ngildan bo'lmasa-mu, adablik bo'ladi. Ammo axloq insonning ichki dunyosidagi mustahkam tuzilma bo'lganlikdan, uningdan sodir bo'ladigan ishlar ko'pincha ixtiyorsiz sodir bo'ladi. Bu orqali shu kishining ichki dunyosini ochib berdi. Tashqi ko'rinishlar ichki axloqni ifodalamaydi. Odamning yurish turishidagi axloqiy ko'rinishi uningda bor bo'lgan axloqni ifodalamaydi. Ya'ni tashqi ko'rinishlar odamning ichki dunyosini to'liq yo'ritib bera olmaydi. Shunga odamdagi ba'zi axloqiy ko'rinishlar ko'p hollarda uning ichki dunyosida mavjud bo'lgan axloqni ifodalamaydi. Chunki inson qaysi bir g'araz bilan ba'zi axloqiy qiliqlarni xuddi shunday qilish uni tabiiy axloqidagla o'xshatib qila oladi. Bu gohida riyo, ko'rsatmachilik, gohida nifoq, munofiqlik turiga kirdi. Yoki mundaq qiliqni ba'zi kishilar nafsini yaxshi axloqlarga ko'ndirish niyati bilan qilishi mumkin. Axloq degan odamning ichki dunyosida bo'ladigan tabiiy yoki o'ginib yetishtirilgan ichki qurilma bo'lib, uning asri insonning yurish turishida ko'rindi. Lekin mundaq ko'rinishni odamning ichki dunyosining ayniki yoki dalili deb kesib aytishga bo'lmaydi. Chunki inson mashq qilish bilan o'zida bo'lmagan axloqni yetishtira olgandek, yolg'ondimi o'zini axloqli qilib ko'rsata oladi. Masalan, intayin bexil bir inson biror g'arazini ishga oshirish uchun o'zini nihoyatda sehiy qilib ko'rsata oladi. Bu jarayonda mol dunyosini ayamay to'kalaydi. Ammo u insonning tabiiy axloqi yanada shu bexilligi bilan davom qilaverdi. Chunki uning asli axloqi bexillik emasmi? Mundaq odam sehiylikni o'rganib, uningga nafsini bo'ysundirib, sehiylikqa odatlanmagicha uning axloqidagi bexillik shu bo'yicha qilaverdi. Masalan, bir yigit bir qizni qo'lga keltirish uchun o'zining asli mohiyatini yoshirib, o'zini har jihatda yaxshi ko'rsatish mumkin. Qizlarmi shundaq? Ammo qizni rasmiy o'zi qartib bo'lgandan keyin, to'ydan keyin uning soxtaligi bir-birlab echilishga boshlaydi.